Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar, tadbirkorlar, aka-ukalar. Mana bugun Surxondaryo viloyati Denov tumaniga keldik. Bir ajoyib fermamizga, juda ham katta fermamizga. Bu akamiz bilan gaplashdik, zotdor chorvalarini ko'rdik. Xudo xolasa biz bilan ishlaydigan bo'ldilar. Boshida xudo xolasa sinov tariqasida uni ham sizlarga video orqali ko'rsatib boramiz. Eng sizlarga yetkazmoqchi bo'lganim eng qiziqarli tomoni zotdor mollardan chiqib bu mana fermamizga kirdik. Bu yerda jaydari chorva turibdi, jaydari mollar. Keyin men so'radim, aka, bularni nima qilasiz? Desam, respublikada kamdan kam uchraydigan, men shaxsan o'zim ko'rmaganman bu narsani. Ular aytdilarki, Po'latjon, men bu jaydari sigirlarni olganim sababi menda juda ko'p shu ish faoliyatim davomida buzoqlarni yo'qotish juda ko'p bo'lgan. Buzoqlar o'limi juda ko'p bo'lgan. Bu o'sha balkim sutni uyib qolishidandir, balkim butilkan dezinfeksiyasini noto'g'ri qilgandandir, juda ko'p poteriya bo'lgan. Menda 100 talab buzoq poteriya bo'lgan. Ammo buni yechimini men topganman. Bu ko'rib turgan sigirlaringlar o'sha zotli buzoqlarning enagalari. Har bitta buzoqni o'zini bitta enagasi bo'lar ekan. Shularni o'shaning uchun aytibdilar, menga hisoblab ham, men o'rtacha bu jaydari sigirlarni o'rtacha deydilar 12 million so'm atrofida olaman dedilar. Ham buni deydi 0 poteriya buzog'im, umuman o'lim yo'q. Ikkinchidan bularni ves oladi, o'sadi. Bularni sotganda ham 3 oydan keyin, 4 oydan keyin sotsa 22 million bo'ladi. Ham buzoqlar sog'lom bo'ladi. Ham onasining suti pulga ketaveradi. Ham hamma tomonlama yutyapti. Buni chiqaring, eting, tadbirkorlarga, fermer xo'jaliklari bilsin, agar shu muammodan qiynalayotgan bo'lsa, mana shu oddiy va zo'r yechim. Plus moliyaviy jihatdan ham juda zo'r yechim. O'shaning uchun barcha fermer akalarimiz agar aloqaga chiqsa, buni ham o'rgatamiz. Mana ko'rishlar bugun mumkin. Bu men juda ham xursand bo'ldim. Bu enaga sigirlar. Zotli buzoq har bitta, men juda ko'rib xursand bo'ldim. Hali emiyotganini ham videoga olib tashlaymiz. Har bitta buzoqchani o'zini alohida enaga sigir bor ekan. O'shani o'zi oldiga yugurib keladi. Uni yo'naltirish shart emas. Ham onasidek bular ham o'sha buzoqlari kelmagan payt bular ham o'sha mo'rab chaqirishadi. O'shaning uchun oddiy yechimi shu. Hech qanaqa ortiqcha bosh og'riq yo'q. O'shaning uchun tadbirkorlar, akalar shu usuldan foydalanaman desanglar, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Rahmat.